Akalar puli arzon joydan, sifatlisidan, haqiqiy hisorini yoshlaridan kerak deydigan akalarimiz uchun mana akalar hisori qo'zichalarni puli arzon topib qo'ydik. Assalomu alaykum, bizlarni uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ukalarimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Buton mahallasiga sizlar uchun mana shunday arzonchi sifatli qo'zilarni ko'rsatish uchun yetib kelganman. Akalar bo'ybaslari, holatlari, bir so'z bilan aytganda hamma ma'lumotlarni xudo xolasa egalaridan sizlarga yetkazaveramiz. Ko'rib turibmiz akalar, qo'zilarimiz ancha yaxshi, bo'ydor kim olsa ham akalar maza qilib mol qiladigan sifatli qo'zilar bor ekan. Endi akalar mana shu qo'zilarimiz ma'lumotini xudo xolasa egalaridan sizlarga yetkazamiz. Sizlar bitta like bosib, kommentariyada bir chiroyli fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Biz bo'lsa akalar mana shunday qo'zilarimizni akamizdan xudo xolasa ma'lumotlarni yetkazaveramiz. Hormang aka, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Zo'rmisiz? Sog'ligingiz zo'rmi? Xudoga shukr, joningiz sog' bo'lsin aka. Xalqimiz uchun mana shunaqa arzonchi sifatli qo'zilardan olib keldingizmi aka? Ha, olib keldim, Suhrobjon. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar mana ko'ryapmiz, yomon emas. Bo'ylari ham hamma taraflama yaxshi. Aka, bu yerda endi nechi bosh? 30 bosh. O'zi 30 bosh. Gap yo'q, mana akalar 30 bosh haqiqiy akalar mana shunday sifatli qo'zilarimiz. Endi aka, bu 30 boshda erkak urg'ochiligi qanaqa bo'lyapti? 50-50 hisoblashaversin. 50-50 ga? Erkak ko'proq. Erkagi bir ikkita ko'p. Akalar 50-50 olsa ham bo'laveradi, lekin erkagi bir ikkita ko'p bo'lishi mumkin. Endi aka, bularning hozir bo'ylari hamma taraflama yaxshi. Endi nimalar yeyapti, nima yemayapti aka bular? Mana Suhrobjon o'tlar yuribdi. O'zi o'tda yuribdi. Shunday. Demak, hozir bu qo'zilarimizning ichida hammasi o'tga yurgan mana shunaqa qo'zilarimiz sotilyapti. Aka, bular endi o'tni molida bunday olib qarasa. Shunday. Bexijolat akalar ko'raverasizlar. O't yeb yurgan o'zi yaxshi qo'zilarimiz akalar. Mana sizlarniki bo'lishi mumkin. Uning uchun pastdagi nomerlarga telefon qilib, tezroq barakani bosib olish kerak. Endi aka, bularni necha joydan necha joygacha shuni ham bir xabarini beraylik. 1,5 oydan 2 oygacha. 2 oydan ham bir ikkita ziyati bor. Ha, 1,5-2 oylik qo'zilarimiz. Shunday, Suhrobjon. Tushunarli. Akalar mana 1,5-2 oylik qo'zilarimiz akalar sotilyapti. Endi aka mana qarang. Hozir 1,5-2 oylik qo'zilarning eng yaxshi tarafi aka, hamma narsa yotgani zo'r. Buni bir alohida mehr e'tibor qilib, shunday. Ber choyqa objish ber degan gap yo'q. Yo'q, bunda sut ichadigan qo'zi yo'q, Suhrobjon. Hammasi o'zi xudo xolasa qo'zilarimiz akalar yeb ichlari joyida bo'lgan, o'zi yaxshi qo'zilarimiz sotilyapti. Endi aka, bu qo'zilarimizni narx-navosi mayli aka, lekin birinchi ochiratda sog'ligi eng muhim narsa, garantiyasi bormi aka? Garantiyasi bor. Boraman o'tlarni yedirib, ichirib, ko'rsatib beraman. Yashang. 4 kun, 5 kun, uzoq bir hafta. Undan keyin javob bermayman. Shunday. Endi yedirib ichirishga ham bog'liqda aka. Hozir masalan sog'lomani ko'zimizning yonida o'ynay yuribdi hammasi. Uni keyin olib borgandan keyin nima berishadi, nima qo'yishadi, shunisi ham bor. Akalar mana ko'rdik, bir hafta baribir garantiyasi berilyapti, nima bo'lgan taqdirda ham. Shunday, Suhrobjon. Yashang. Aka, garantiyani-ku berib yubordik. Endi bu dastlabkani qanday qilamiz? Qo'zini o'zini qanday beramiz olib borib? Olib beraman, Suhrobjon. Muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q. Yashang. Bir joyga olganga. Akalar bir qo'lga oldim degan akalarimizga dastlabkadan umuman muammo yo'q deyaptilar. Shuning uchun mana akamizning nomerlari pastda. Xudo xolasa olib borib beraman, yengil qilib beraman deydigan akalarimiz bo'lsa, olib kelib beringlar deydigan akalarimiz bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Akamiz xudo xolasa uzoqlaringizni yaqin qilib, yo'llaringizni akalar yengil qilib qo'yadilar. Endi aka, buni narxini ham bir gaplashaylik. Suhrobjon, men uni 2,5 dan demayman. Aha. 2,3 mingdan bo'lsa, dastlabkasi meni bo'ynimga. 2,3 dan dastlabki qilib berasiz. Shunday. Yashang. Aka, hozir 2,3 dan deyapsiz-ku, yana ustiga yo bo'lmasa telefon qilib bir savdosini qilaman degan akalarimizga biron narsa o'tib beramizmi, xayriga? Xayr, sunnati o'tib beramiz. O'tib beriladi, ha. Ko'p o'tmaymiz. Shunday. Endi bunday gapda aka, hozir 2,3 dan masalan olib borib beraman deyapsiz. Endi Suhrobjon, qarangda. O'zlari qilsachi? Eng kichkinasi ham masalanda. Aha. Gap yo'q, mana. Eng kichkinasini narxiga qo'yaman. Kattalari farq qiladi, o'zingizdan bilasiz. Bozorda ham ko'rgansiz. Shunday. Akalar katta qo'zilarni kichkina qo'zining narxiga qo'yib yuboryaptilar. Aka, bo'lmasa nomeringizni qoldiraman, xudo xolasa o'zingiz yana ham telefon qilgan akalarimizga 1-2 so'm xayr sunnatini qilib berasiz. Akalar, like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Buton mahallasidan 26 aprel sanasi bilan sizlarga ko'rsatib turibman.